Qishloq xo'jaligi issiqxona gazlari chiqindilarining eng yirik manbalaridan biridir. Qazib olinuvchi yoqilg'idan foydalanish, tuproqqa ishlov berish, chorvachilik bularning barchasi o'z hissasini qo'shadi. Ammo iqlim o'zgarishi oqibatlaridan eng birinchi bo'lib, aynan agrar sektor zarar ko'radi. Shu bois biz nafaqat moslashishimiz, balki qishloq xo'jaligini barqaror, energiya tejamkor va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'luvchi sohaga aylantirishimiz zarur. Yerdan oqilona foydalanish hayot-mamot masalasi. Eroziya, degradatsiya va barqaror bo'lmagan amaliyotlar tufayli biz har yili millionlab gektar unumdor tuproqlarni yo'qotmoqdamiz. Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish jarayonida unumdorlik va barqaror iqlimni saqlab qolish uchun milliy va xalqaro miqyosdagi aniq standartlar zarur. 2023-yilda qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi tomonidan iqlim va energiya samaradorligi yechimlarini hisobga olgan holda fermerlar va agrar sektor vakillari uchun innovatsion vositalar mavzusida trening o'tkazildi. Fermerlar, muhandislar va mahalliy hokimlik vakillari yer va suvdan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligini yuritishning energiya tejamkor usullari, shuningdek, eng yaxshi xalqaro amaliyotlarni o'rgandilar. Mazkur trening fermerlarga iqlim o'zgarishiga moslashish va organik dehqonchilikka o'tishda yordam beruvchi tajriba almashish va ilhombaxsh g'oyalar maydoniga aylandi. Natijalarni amalda ko'rish maqsadida loyiha vakillari Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 2 fermer xo'jaligiga tashrif buyurdilar. Ular o'quv mashg'ulotlaridan so'ng tomchilatib sug'orish, tabiiy o'g'itlar hamda suvni tejash va yerni asrash imkonini beruvchi usullarni qo'llashni boshlaganliklarini aytib o'tdilar. 2017-yil tashkillashtirdik. Kumloq yerdan ochdik o'zlarimizni aylanma mablag'imizdan. Shuni keyin kumloqda qanday ekinlar ekiladi? Hammasini tariq ekdik, kunjut ekdik, kungaboqar ekdik. Keyin bir to'xtama kelolmadik. Hammasini ekib ko'rdik. 5 yil atrofida shu hamma narsalarni ekdik. Yerda ishlab bordik, lekin u to'g'ri kelmadi. Sabzavot ham ekdik, sabzavot ekinlari, tarvuz ekdik. Shu seminarda menga kerakli nima savollarni oldim. U kumloq yerda shu trenerlar kumloq yerda ekiladigan ekinlarni menga o'rgatdilar. Undan savollar oldim, javoblar oldim. Unda mana shu ayniqsa kumloqda dorivor o'simliklar qovulini taklif qildilar. Keyin ikkinchi mana shu nimani tomchilab sug'orish bo'yicha o'rgatdilar. Kumloq yeri tomchilab sug'orish bo'lar ekanda. Shu bo'yicha men 2024-yil keyin men unga tayyorlandim. Dorivor o'simlikni tuxumlarini oldim. Keyin pomidorni tomchilab sug'orish bo'yicha qaysi navlari bor? Uni ham shu seminarda savol bilan menga aytilgan nimalarni qarshi so'rab turdim. Telefon nomerlarini berdilar. Shu asosda 2024-yil tayyorlandik. Mana bu yil 2025-yil qovulimizni ekdik. Nimaga? Kumloq yerimizga mana ko'kardi. Mana endi bizlar ko'kartirgandan keyin kelgusi yili 20 gektarni mo'ljalladik dorivor o'simlikka tomchilab sug'orish bo'yicha. Shu asosan shu dorivorni ekamiz. Qovul nimasi bo'ldi bizlarda, shu ko'karadi ekan. Keyin mana bu pomidorimizni ham men shu nimada seminarda bunga ham qattiq to'xtaldim. Shu vaqtida pomidor ekar edik, lekin pomidorlar chirib qolar edi. Keyin men uni ham so'rab bildim. Nimadan ustozlardan shu yerdan necha kuriydi bu? Necha shunaqa bo'ladi desam aytdi, yerda kalsiylari yo'qolib ketgan dedi. Shuning uchun bunga kalsiylari bo'lmagandan keyin pomidor ham shuning bo'ladi dedi. Keyin men aytdi, siz kumloq yeri shu tomchilab sug'orishni shu bo'yicha eking dedi. Keyin men tomchilab sug'orish bo'yicha o'rgandim. O'zlarimiz aytganidek shu ustozlar bilan bog'lanib turib
tuxumlarini aldık. Mana bu yıl tecrübeden 25-yil o'tkazdim. Buni o'tkazish bodring, bolgar burchi, pomidor 3 yo'nalish bo'yicha oldim. Muvaffaqiyatlarim katta. Kelgusi yil 10 gektarmi, 15 gektarmi menimcha ne qilsam kerak, o'zim ham trener bo'lsam kerak. 2023-жылы sentyabr ayında Birleşken Milletler Өлкөмүнүн лайкасы менен өлкөмүлөштүрүлгөн окуу семинарына катнаштык. Окуу семинарында алган билимлеримизди өз арыздарыбызда, өз практикамызда пайдаланып не алып көрдүк. Пахта далаларда мисалы үчүн кос катар эгип, кос катардан 36,5 центнерден шартнаманы бажарып, форвард шартнамасын бажардык. Bu yerде көп білім берді. Мысалы үшін гербицидтер хақында жердің 15 жоғарғы қатламы 15 сантиметрі қатламы, өнімдер қатламы, оның асты уже өлі жер не солардың әңгімесінде арзыларда пайдаланып не алып көріп жатырмыз. Нәтижесі жақсы нәтиже алып не алып тұрмыз. Капельный орошениені айтып не қылды, Құда қаласа озаттан пайдаланып уже не алып енгізіп басылап жатырмыз. Енді Құда қаласа одан көп сүрет алудың әрекетін қыламыз соның арқасында. Bu yerде өз алған білімлерімізді азыр диқаншылықта пайдаланып көріп жатырмыз. Пақтада көрдік, мәште көріп жатырмыз, жақсы сүрет алып жатырмыз. Құда қаласа одан зорлау, сүрет алудың, ерісудің жолында жүрміз. 2021 жылдан бері пақта егенмен, енді бірінші жылы пақтаны 10 центнерден алдық. 2022-де 15 центнерге көбейттік. Мысалы үшін 2023-те алған білімімізден кейін елі де көбейді. Азыр мысалы үшін 2025-те 36 центнер уже қасылдарлық алып жатырмыз. Бұл біздердің оқыған семинарлардың пайдасы деп ойлаймын өзімше. Бұл семинарлар адамларға жақсы, диқанларға жақсы пайда беріп жатыр. Енді өздерімізде жоқ. Білімді бәрібір әр неден 10%, 20% асаған өздерімізде білім көбейіп бара береді. Barqaror qishloq xo'jaligiga o'tish bu tanlov emas, balki zaruratdir. Energiya samarador texnologiyalar, savodli yer tuzish va qat'iy standartlar iqlim, oziq-ovqat xavfsizligi va kelajagimizni asrashning kalitidir. Kelajak ona zaminimizdan boshlanadi. Biz unga bugundanoq g'amxo'rlik qilishimiz shart.